Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizle başlayımız. Leksiyeli Sadaka Ciroz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü istağış keman 23. yıl, 1. ayının 20. günü. Hepteki cüme, hürmetli vatandaş. Bugünkü vaziyet doğrusu gep kısak iki mesele. Biri, Ukrayna hal kılgıç dakikalarga yetib keldi. İkincisi, 2023 yıl Hindi Tinch Okean zo'magarlikka qarshi turg'uchilar ittifoqi asta shakllanishga boshladi. Bundan biri Yevropadagi voqealar, ya'ni Ukraynani markaz qilgan Yevropadagi voqealar tuniga sizlarga so'zildi. Hozir 50 davlat Germaniya yig'ini chiqyapti. Ondan keyin Asiyada hozir qurilishga tegishli, shakllanishga tegishli Asiyada zo'magarlikka qarshi turish, ya'ni Hindi Tinch Okean rayonida zo'magarlikka qarshi turish ittifoqi qurildi. Bugün sizlarga mushu leksiyalarni so'zlaymiz. Mavzu birinchi mundaq. Ukrayna urushida hal qilg'ich daqiqalar yetib keldi. G'alaba va mag'lubiyatning farqida ularga tayinimiz. Mavzular xabar 1. ayning 19. kuni Erkin Osiyo Xitoy tili programmamiz e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Ukraynani qo'llaydigan 50 necha davlat Germaniyada halqiliq yig'inichi sharpisida Yevropa İttifaqı Daimi Komitetining raisi Charles Michael haftaning 4. kuni, ya'ni 1. ayning 19. kuni Ukrayna poytaxti Kiev shahriga yetib berib, Prezident Zelenskiy bilan ko'rishdi. Shundan keyin Michael mundaq dedi: Ukraynaga tank berishimiz kerak. Rais Michael Twitter'da fikr qoldirib, yana mundaq ko'rsatdi: Ukrayna sharq qism liniyasida Rossiyaliklar yozdan beri egallagan Bakhmut shahrini aylanib ilgirlamoqda. O'xshashli Ukrayna Rossiya egallab olgan barliq zaminlarni ozod qilish, jumladan 2014 yil Rossiya besib olgan Krimiyani ozod qilishni o'z ichiga oladi. Demak, ozod qilish bilan Ukrayna izchil kurash qilyapti. Demak, biz oraliqda Krimiyani ozod qilishni Yevropa Ittifoqi Amerika Qo'shma Shtatlari qo'lladi degan edi, qanday rasmiy holda Yevropa İcraiya Komitetining boshlig'i, raisi Charles Michael Kiev shahrida Ukrayna Prezident Zelenskiy bilan bu gapni yig'izga ochdi vatandosh. Bugun tushdan keyin Charles Michael Zelenskiy Prezident Zelenskiy bilan birlashib o'tkazgan muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. Hamda mundaq dalilladi: Yevropa İttifaqı a'zo davlatlar o'rtasida 10 turlik Rossiyaga qartilgan embargo qilish loyihasini muhokama qilamiz. Rossiyaning Krim boyligini cheklaymiz. Rossiyaning urush qo'zg'ash iqtidorini cheklaymiz. Demak, bu Yevropa İttifaqıning va'dasi bo'ldi-da. Vatandoshlar, Yevropa İttifaqı Daimi Komitetining raisi Charles Michael dedi biri: Rossiyaning urush qilish iqtidorini cheklaymiz. Ham uning iqtisod sohasidagi kirim-chiqim muomalarini cheklaymiz. Charles Michael muxbirlarga mundaq ko'rsatdi: Biz bir necha hafta burun Rossiyani embargo qilishning 9 turlik loyihasi va tadbirlar to'g'risida kelishim hosil qildik. Albatta 10 turlik embargo qilish tadbirlarimiz zarur. Bundan burun Yevropa İttifaqı Daimi Komiteti
Reis Michael Kiyip şehirge seferi ketip etip, uçur berip, mundaq dedi. Mundaq degen edi. Bundan buran. Prezident Zelenskiy Ukraynaga eğer tipli kurallarını beriş teklifini oturup koydu. Biz bu teklifni muhakeme kılımız. Fransiya agentliği mundaq görsetdi. NATO'ga a'zo devletler Kiyip talep kılgan eğer tipli zamanıvi kural yaraklar bilen ta'minlashni, ko'paytirishning darajasini oshirishga va'da beramiz. Bu orqali Rossiyani tajovuz qilishini cheklaymiz. Yevropa İttifaqı 27 davlat doimiy komitetining raisi Charles Michael mundaq dedi. Ukrayna dal hozir ularning yer zamini va bola-chaqasining kelgusi uchun urush qilyapti. O'xshashli Ukrayna o'rtaq Yevropa uchun tinchlik va gullanish uchun Yevropani qimmat qarashlari uchun jang qilyapti. Ularga, Ukraynaga kerak bo'ladi ekan, biz ularni qo'llaymiz, biz ularga yordam beramiz. Angliya Xres 2 tiplik 14 dana ağır tiplik tanka ve 600 dana raketa Ukraynaga berdigan bo'ldi. Polsha 14 dana Germaniyada ishlangan Yelpiz 2 belgilik tanka Ukraynaga berdigan bo'ldi. Ukraynaga yordam berishdi Yevropa İttifaqı o'rnidan qo'zg'aldi. Demek Yevropa İttifaqı deklaratsiya e'lon qilgandek yoki yorliq e'lon qilgandek Ukrayna to'g'risida o'rindan qo'zg'aldi. Gepi gap bo'ldi chunki degan gap harakatga aylandi vatandoshim. Oldimizda 2023 yil.